Joriy yilning 11-mart kuni Toshkent shahrida joylashgan Marriott Hotel Tashkent mehmonxonasining Grand Ballroom zalida muborak Ramazon oyi munosabati bilan iftorlik dasturxoni tashkil etildi. Mazkur tadbir O'zbekiston Milliy media birlashmasi hamda Turkiya Tashqi iqtisodiy aloqalar kengashining Turkiya-O'zbekiston ishbilarmonlar kengashi hamkorligida o'tkazildi. Unda ikki mamlakatning ishbilarmon doiralari, hamkor tuzilmalar hamda media sohasi vakillari ishtirok etdi. Öncekiler gibi değil. Bir sonraki daha iyi oluyor. Çünkü iki ülkenin yakınlığı birbirine daha çok artıyor. Ekonomik ilişkileri artıyor. İnsanlar birbirine daha yakınlaşıyor. Dolayısıyla birinci yaptığımızda bugünkü arasında çok büyük fark var. Bugün yeni medya Özbekistan Medya Birleşmesi'nin yeni başkanıyla birlikte yaptık bunu. Onunla daha önce de görüştük. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz inşallah. DIK hamda O'zbekiston Milliy media birlashmasi o'rtasidagi hamkorlik doirasida o'tkazib kelinayotgan iftorlik kechasi joriy yilda 5-marotaba tashkil etildi. Tadbir davomida ishtirokchilar samimiy va do'stona muhitda muloqot qilib, o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamda madaniy aloqalarni yanada rivojlantirish, shuningdek media sohasidagi hamkorlik istiqbollari yuzasidan fikr almashdilar. Bugungi kunda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi munosabatlar ikki davlat rahbarlarining o'rtasidagi o'sha siyosiy irodasi ortidan yuqori bosqichga ko'tarildi. Ayniqsa bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'tgan oylarda Turkiya Respublikasiga amalga oshirilgan davlat tashrifida yuqori bosqichga ko'tarildi hamda bir qator strategik hujjatlar imzolandi. Xuddi shu hamkorlik fonida O'zbekiston Milliy media birlashmasi hamda Turkiya Tashqi iqtisodiy aloqalar kengashining Turkiya O'zbekiston biznes kengashi bilan hamkorlikda har yili iftorlik dasturxoni o'tkazib kelinadi. Ya'ni bu tadbirda O'zbekiston hamda Turkiyaning ishbilarmon doiralari vakillari, biznes vakillari, undan tashqari Milliy media birlashmasiga a'zo nodavlat teleradio kanallar hamda radio kanallar vakillari ishtirok etadi. Iftorlik dasturxoni muborak Ramazon oyining ezgu qadriyatlarini ulug'lash, shuningdek ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.